Bugun sizlar bilan Achchiq Chips Challenge ortimda turgan ikkita ishtirokchi bilan ikkita challenge o'ynaymiz. Tfu, qanaqa challenge? O'yin o'ynaymiz. Ular birdaniga chips yeydi va reaksiya bildirmagan inson sovg'amizni yutib oladi. Bizni kuzatishda davom eting. Davay, chips yaxshi. Gigiyenaga rioya qilamiz, chunki qo'llarim toza. Marhamat. Ha. Aniq yedingizmi? Ha, xohlasangiz tomon yemang. Oxiriga. Kim birinchi? Ta'm qalay zo'r? Zo'rmi? Zo'rmi? Bo'ldimi? Zo'rmi? Da. Nahot? Da. Achmayapti. Bemalol. Bemalol. Yaxshimi? Emas. Yaxshi o'tib ket. Kimdir yutadi deb o'ylagandik. Mujikchasiga, qiz bolachasiga do'stlik g'alaba qozondi va ikkalasiga ham biz sovg'amizni beramiz. Sovg'amiz qani? Sovg'amiz olib berar? So'yishdi. Ha, bizning sovg'alarimiz. Sovg'alarimiz. Ajoyib. Buni hozir shu yerda o'ylashlaring mumkin, nima uchun bolaga berasizlar? Balkim qizchasiga berar. Yutug'iz, nasib yutug'iz. Do'stlaringizga ham ulashing, keyingi ishtirokchisiz bo'lishingiz mumkin. Da.